Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Amerika şirketi Xitoydagi zavodida Uyg'urlarni ishlatayotganligini oshkorladi. Amerikaning tizginak ishlab chiqarish shirkati Universal Electron Guangxi o'lkasining Chinju shahridagi zavodida necha yuzlagan Uyg'ur ishchini ishlatayotganligini oshkorladi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Universal Electron shirkati navbatda kam deganda 400 Uyg'urni ishlatayotgan bo'lib, ular Xotan viloyatidan ilib kelingan. Mazkur Uyg'urlar soqchilarning nazoratida maxsus aeroplan bilan Sharqiy Turkistondan Chingju shahridagi zavodga yo'tkab kelingan. Ma'lum bo'lishicha, 2019-yili 5-oydan 2020-yili 2-oygacha bo'lgan oraliqda Xotan viloyatidan mazkur zavodga ilgari keyin bo'lib 6 qitim odam yo'tkab kelingan. Majburiy emgakka silingan Uyg'urlar hatto zavodga kelgandan keyinmi turmushi va yemak-ichmaklari soqchilarning nazoratida bo'lgan. Ammo Universal Electron shirkati zavodidagi ish tuzumning majburiy emgak ekanligini rad qilib, Uyg'ur ishchilarga qilingan muomalaning boshqa Xitoy ishchilarga qilingan muomalaning o'xshash ekanligini da'vo qilgan. Shirkat bayonotchisining ko'rsatishicha, Uyg'urlar bilan shirkat o'rtasida 3-taraf vositachi bor bo'lib, shirkat 2019-yili Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari bilan kelishim tuzgan. Vositachi taraf Uyg'urlarni yo'tkab kelish va ish haqqi berishga mas'ul bo'lgan. Shirkat Uyg'ur ishchilar bilan bevosita to'xtam imzolamagan. Faqat Uyg'urlarni aeroplan yoki poyezd orqali Chingju shahriga ilib kelish xarajatlarini to'lagan. Shirkat taraf yana Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonda qanday tarbiyalanganligini yoki ularni Guangxiga kimlarni yo'tkab kelganligini, kimlarning pul to'laganligini bilmaydiganligini aytgan. Navbatda shirkatning Chingdudagi zavodida 365 Uyg'ur bor bo'lib, zavod ularning qanchalik ish haqqi oldiganligini oshkorlashni rad qilgan. Ularning eng tuvan ish haqqining zavoddagi boshqa ishchilarga o'xshash ekanligini, shirkatning ularni majburiy emgakka silindi deb qarmaydiganligini, barliq ishchilarga barobar muomala qildiganligini da'vo qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Universal Electron shirkatiga chetilgan majburiy emgak voqeasiga ifoda bildirishdan o'zini qochirgan va davomli jar silib kelayotgandek majburiy emgak mavjud emas. Xinjiangdan kelgan ishchilar barliq ishchilarga o'xshash qonun bo'yicha ishlash huquqidan bahramand bo'ldi deb bildirilgan. Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi va Milliy birlik shurosi Bosniyada rasmiy boshlandi. 13-navbatlik Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi va 4-navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy birlik shurosi bugun Bosniya poytaxti Sarayevoda rasmiy boshlandi. Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati yillardan beri Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi va Sharqiy Turkiston Milliy birlik shurosini o'rinlashtirib kelgan bo'lib, Bosniyaga o'rinlashtirilgan bu yillik yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 40 dan ortiq tashkilotning vakillari, akademiklar, jamoat arboblari, axborot xodimlari va Bosniyaning bir qism davlat arboblari qatnashdi. Yig'in Bosniya va Sharqiy Turkistonning milliy marshlari va Qur'on Karim tilovati bilan boshlandi. Riyosatchi Sharqiy Turkistonning umumiy ahvolini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi raisi va Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi ichilish so'zi qildi. U oldi bilan Bosniyadagi har qaysi arboblarga rahmatini bildirib, Bosniyaning islom dunyosiga ulgu bo'lganligini qayd qilib o'tdi va islom dunyosining ayrilmas bir parchasi bo'lgan Sharqiy Turkistonning uzun yillardan beri butun islom dunyosini Xitoydan qug'dab kelganligini, Xitoy Sharqiy Turkistonning ishg'ol qilingandan keyin zulmning izchil davomlashayotganligini va yaqinqi bir necha yildan beri Xitoyning oshkora irqiy qirg'inchilikqa o'tganligini, ammo yanada yolg'on tashviqoti orqali dunyoni aldashga urinayotganligini, Sharqiy Turkiston xalqining bu bostirishlarga hargiz bosh egmaydiganligini bayon qilib o'tdi. U so'zida yana Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining bu vaqtda qilayotgan xizmatlarini qisqacha tunishtirib o'tish bilan birga butun dunyoni Sharqiy Turkiston xalqi uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Arqadan Sharqiy Turkiston o'limalar birligi raisi doktor Ataullah Shahyor so'z qilib, navbatda irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Sharqiy Turkiston xalqining dinni e'tiqodining umumyuzlik bostirishga uchrayotganligini, eng aqalli huquqlarining dafsanda qilinayotganligini, Sharqiy Turkiston da'vosi yo'lidagi mazkur yig'inning muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Yig'inda Sharqiy Turkiston qarindoshlik uchrashuvi va Milliy birlik shurosining tarixi tunishtirilgan qisqa video qo'yilgandan keyin
Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa apandi so'z qildi. O so'zida imkoniyat yor bermaganligi uchun bundan burunqi qarindoshlik uchrashishi va Milliy birlik shurosiga qatnasha olmay kelganligini ilova qilib, bu muhim yig'inni tashkillovchilarga va Bosniya hukumatiga rahmatini bildirdi. Va Sharqiy Turkiston da'vosi uchun hayotini beg'ishlagan va beg'ishlayotgan qahramon, fidokor shaxslarni eslab o'tdi. O so'zida yana Sharqiy Turkiston xalqining navbatda Xitoyning irqiy qirg'inchiligini boshdan kechirayotganligini, ammo Sharqiy Turkiston xalqining yaqin kelgusida ho'likka erishadiganligidan har vaqt umidvor ekanligini bildirdi. Arqadan Islom jamoati Milliy Go'rish tashkiloti raisi Murod Ilari apandi Sharqiy Turkistonning navbatdagi usti ochiq turmiga aylanganligini, bir qism davlatlarning bu haqda Xitoyni ayblayotganligini, o'z tashkilotining dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi ovoz chiqarib kelayotganligini, butun dunyo birlashib zulmni to'xtatishning oldiburun vaqti kelganligini bildirdi. Milliy Go'rish tashkilotining bosh maslahatchisi Muhammad Turxonmu so'z qilib, mazkur yig'inning Xitoyning yolg'on tashviqotini kuchaytgan kunlarda Ali Izzat Begovichning vatanda va Mavlud haftasida o'tkazilganligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini, e'tiqodni tiximi mustahkamlashning zulmdan qutulishdagi halqaliq nuqta ekanligini bayon qilib o'tdi. Arqadan jamoat arbobi Abduqodir Yapchanning yig'in qatnashuvchilariga yo'llagan silliq salimi yetkazildi. O so'zida Sharqiy Turkiston mujodalasining mohiyatining mustaqillik masalasi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi va butun dunyo Xitoyning haqiqiy abdi bashirisini tunmagan bir paytda Bosniya hukumatining shundaqla baliq davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda alohida sezgur bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Yig'inda Yevropa Islom Majlisining raisi so'z qilib, Yevropadagi musulmon jamoatining Uyg'urlarning vaziyatidan xabardor bo'lishga boshlaganligini, tashkilotning Angliya, Fransiya qatorliq davlatlarida Uyg'urlar uchun bir qism faoliyatlarni tashkillaganligini, o'zlarining har vaqt Sharqiy Turkiston xalqining yenida ekanligini bildirdi. Arqadan muftiy so'z qilib, Sharqiy Turkistonga qatorliq musulmon ellarda zulmning davomlashayotganligini, Xitoyga o'xshash bir kuchga qarshi qilishga tegishli zarur masalalarni muzokara qilish lozimligini, Sharqiy Turkiston xalqining Allohning yordami bilan Xitoylar ustidan cho'qim g'olib kelganligini bayon qilib o'tdi. Yig'inda yana sobiq parlament a'zosi professor doktor Jalal Arbay Uyg'urlarning shonliq tarixini, turk islom dunyosidagi muhim rolini, dushmanga bosh egmas ruhini qayd qilib o'tdi. Shundaqla yillardan beri davomlashib kelayotgan qarindoshlik uchrashishi va Milliy birlik shurosining ahamiyati va rolini ta'kidladi. Va yaqin kelgusida Sharqiy Turkistonning qaytadan o'z mustaqilligini qo'lga oldiganligiga ishonganligini ta'kidladi. Arqadan Xalqaro Bosniya universitetining mudiri so'z qilib, Sharqiy Turkistonni o'zicha olgan ko'pligan islom ellarining bostirish va qalamqonchilikqa duchor bo'layotganligini, ammo dunyoning buningga sukut qilayotganligini, bularni hal qilish uchun musulmonlar dunyosining birlikka muhtoj ekanligini bildirdi. 13-navbatlik Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi va 4-navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy birlik shurosi jam'iy 2 kun davomlashadigan bo'lib, har qaysi sohalardagi akademiklar va tashkilot vakillari turli temalarda to'xtalgan va muhim masalalar muhokama qilingan. Amerika istixborot organida Xitoy vazifa markazi qurdi. Amerika Markaziy istixborot idorasi kunsiri qarshilashish holatiga o'tayotgan Xitoy rejimiga taqobil turish uchun Xitoy vazifa markazi qurilganligini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Markaziy istixborot idorasi boshlig'i William Burns 7-oktyabr bayonot e'lon qilib, Xitoy vazifa markazining qurilganligini, bu orqali istixborot idorasining kuchini kunsiri kuchayotgan Xitoy tahdidlarga taqobil turishga markazlashtirishga kafolatlik qilganligini bildirgan. U bayonotda Xitoy rejimi biz 21-asrda duch kelgan eng muhim geopolitik tahdid degan. Xitoyning harakatlariga bo'lgan andisha bundan ilgirmi mavjud bo'lib, Burns bu yil 2-oydagi nomzodlarni saylash yig'inida parlament a'zolariga kelgusi necha 10 yilda Xitoy bilan raqobatlashish davlatimiz bexatarligining ochquchi bo'ladi deb o'tirg'a qo'ygan. Burns yana bu yil 4-oyda parlamentda o'tkazilgan yer shari xarakterlik tahdid haqidagi isbot anglash yig'inida ogohlantirish berib, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatning kunsiri texnika sohasiga markazlashayotganligini, Markaziy istixborot idorasidagi 3dan 1 qism xodimlarning alliburun texnika va to'r xizmati bilan mashg'ul bo'layotganligini bildirgan. Amerika Markaziy istixborot idorasi yana davlat halqagan va texnika vazifa markazi qurilganligini e'lon qilgan bo'lib, yangidan gullanayotgan texnika, iqtisodiy bexatarlik, sahiya va klimat o'zgarishi qatorliq dunyoviy raqobat kuchini texmo yaxshi bartaraf qilish uchun bosh texnika amaldoridan iborat yangi vazifa o'rnini ta'sis qilgan. Markaziy istixborot idorasi yana texnika va tadqiqotchilar turining yo'lga qo'yilganligini, bu orqali mutaxassislarni Markaziy istixborot idorasi bilan 1 yildan 2 yilgacha hamkorlashishga taklif qilganligini bildirgan.
Xitoy Uyg'ur nonlarini boshqa davlatlarga eksport qilishga boshladi. Yaqinda Qashqar viloyatidagi atalmish nonchilik kasbiy rahbarlik gruppasining planlashi bilan Uyg'ur nonlari Pokiston va Tojikistonga import qilinishga boshlagan. Xitoy kundalik gazetining xabarida bildirilishicha, Shenzhen Xijingyuan guruhi eksport qilgan tunji turkumdagi sutlik non 7 oktyabr Qunjurab eg'izdan chiqib, Pokistonning Gilgit-Baltiston rayoniga yetib borgan. Aytilishicha, bu bir turkum sutlik non Qashqar Nanda yangi dehqonchilik cheklik shirkatida ishlab chiqarilgan bo'lib, bu Uyg'ur nenining Janubiy Osiyodagi cho'ng davlatlarga tunji qitim eksport qilinishi ekan. Undan boshqa Qashqar Chilo xalqaro savdo cheklik shirkatimi 100 yeshikka qajlangan sutlik non, atirgul non, yangoq meg'izliq non, ochiq chuchuk non qatorliq turli nonlarni tunji turkumda Tojikistonga eksport qilgan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Uyg'urlarning kimligining namoyandasi bo'lgan an'anaviy hunar san'atlarini har xil bahonalar bilan cheklab, hunarvanlarni har xil tuhmatlar bilan lager va turmalarga qamash bilan birga atalmish hunar san'atni ko'lamlashtirish nomida zavodlarni qurmoqda va mazkur zavod korxonalarida Uyg'urlarni majburiy emgakka solmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning bir tarafdan Sharqiy Turkistonni xitoylashtirish rezil plani bo'yicha bir tarafdan Uyg'urlarning hunar kasb sohasini vayron qilishga va egilib olishga urinsa, yana bir tarafdan zavod korxonalarida Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlab chiqargan mahsulotlarini xalqarogacha kengaytirayotganligini bildirishmoqda. Ko'kdala shahrida 200 ga yaqin kishi ayrib kuzatildi. Yaqinqi bir hafta ichida Ili viloyatiga tava Ko'kdala shahrida yangidan 2 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi sababli shahar qamal qilingan. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik Sahiyat sog'liqni saqlash komiteti axborot bo'limi 7 oktyabr bayonot e'lon qilib, oldingi bir kun ichida yangidan bir yuqumlanuvchining bayqalganligini, alomatsiz yuqumlanuvchilar 4 ekanligini, bularning ichidagi 2 bemor qo'rg'asda bayqalganligini, Ili viloyatiga joylashgan 4-diviziyadagi Ko'kdala shahri tavalligidagi 62 maydonda 2 bemor bayqalganligini bildirgan. 7 oktyabr Sharqiy Turkistondagi diviziyalarni o'z ichiga olgan bir qism rayonlarda Xitoy virus bilan yuqumlanuvchilar bayqalganligi sababli 48 soat ichida rayonda umumyuzlik tekshirish yo'lga qo'yilgan. Bildirilishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bayqalgan virusga munosabatlik uchurlarini qattiq tizginlagan. Navbatda Ko'kdala shahri qamal qilingan bo'lib, yangidan bayqalgan 2 bemor bilan uchrashgan 200 ga yaqin kishi maxsus o'rinda tibbiy kuzatilishga boshlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning virusni bahona qilib, Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan nazorat va bostirish jinoyatlarini qaytadan kuchaytirishidan andisha qilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy turli bahonalar bilan oilalarni nazorat qilishni davomlashtirmoqda. Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi oilalarni nazorat qilish jinoyati xalqaroning diqqatini tortib kelayotgan bo'lib, Xitoy taratqullarining xabarlari bu siyosatning davomli qattiq ijro qilinayotganligini ko'rsatib bermoqda. Tangirtog to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Sharqiy Turkistonning Sanju oblastida 50 mingdan ortiq kompartiya a'zosi atalmish ishkini to'liq qoplash, al rayini bilish, chin qalb va chin hissiyat bilan amaliy xizmat qilish degandek nomlarda yerli xalqning uylariga jam'iy 400,500 oila qitim kirib nazorat qilishga tashkillangan. Sanju oblastidagi har qaysi shahar nahiyalaridagi idora organlari Xitoy kommunistlarini tashkillab, asosiy qatlamdagi xalq ommasining oila a'zolarini umumiy ahvolini nazorat qilgan. Butun oblastdagi 598 kanat mahallining partiya organlari yana kanat aholilari ahvol inkos qilish uchun faoliyatlarini tashkillab, atalmish bexatarlik yushurun xavfi masalasidan jam'iy 8837 dan ortiqni radga turg'izgan. Xitoy xabar manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Sanju oblastidagi har qaysi darajalik partiya a'zolari yana atalmish ishki bilan aloqalashish, ishkini bayon qilish, birda mulozimat qilish degandek nomlarda guruhni tashkillab, xalqning uylariga o'sib kirib ahvol egilagan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida turli nomlarda xalqning umumiy ahvolini egilab, gumonliq deb qaragan kishilarni har xil bahonalar bilan jazo lageri yoki turmaga qamaganligini, yaqinqi kunlarda yana atalmish kanat aholilari ahvol inkos qilish kuni degandek o'xshash nomlar bilan xalq ommasini bir-birini fosh qilishga majburlaganligini bildirishmoqda. Afg'onistondagi masjidda yuz bergan hujumda 100 dan ortiq kishi qazo qildi. Afg'onistonning Qunduz viloyatining Said Abad rayonidagi Shia masjidiga qilingan bomba hujumida 100 dan ortiq kishi qazo qildi. Turkiya ovozi radiosining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujahid hujumning juma namozi vaqtida sodir qilinganligini, voqeada odam o'lish va yaralash ahvolining ko'rilganligini bildirgandan keyin
Taliban kuchlarining rayonga yetib berib, voqeaga munosabatli tekshirishlarni boshlaganligini uqtirgan. Doktorxona mas'ullari hujumda o'lganlar sonining 100 dan ishib ketganligini e'lon qilgan. Naq maydondagi ahvollarni ko'rguvchilarning bildirishicha, bu bir o'zini o'ldirilish xarakterlik bomba hujumi ekan. Bundan ilgari Afg'onistondagi shialarga qaratilgan hujumlarning ko'pinchisining javobgarligini terrorlik tashkiloti Daesh ustiga olgan edi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Şunaqla proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.